Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganlar Sog'lom hayot programmamizningki davom etayotgan bir qismida. Men Erşin Idiqut. Bugungi bu programmamizda hozir butun dunyoda kun tartibga kelayotgan va Xitoy virusidan amda qutulgan bo'ldik. Biz sirtlarda maskalarimizni chiqarib o'tib, rahat nafas oldi deb turayotgan bir vaqtimizda bu Xitoy virusidan o'zgargan Omikron nusxasi o'tirib chiqdi. Ve hazır köpüncü devletlerde bu virüs bek güçlü tarqılıp ve tez tarqılıp aldığınqıyla evetken bazen çeklimlerden mayil kirmeylem yine oturup çıkadı. Ve bazı devletlerde şu kündülük virüs sanı şu neçe yıllıkken qaraganda rekord kırdı. O derecede yani tarqılış başladı. Yani bu Omikron virüsü yani bu Omikron nusxası degen ne o yani? Ve bu virüs'e karşı kandak tedbirlerini alalayımız ve bu devletler bununla karşı kandak tedbirlerini evatıda inşallah bugün bu programda müşahakta sohbet edip varımız ve bu programıga Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi o'qituvchisi doktor Namatjon Mehmet efendimle bugünkü programımızı teklif kıldık. Assalomu alaykum ustaz. Wa alaykum assalom. Qimmatli vaqtlarni chiqarib qatnashib berdilar. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga ko'p rahmat. Undan bo'lsa biz programmaga direkt kirib ketsak, shu Omikron haqida azroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ekranda barliq qarindoshlar. Hammalarga hozirgi vaqtni xayrlik bo'lsin. Hamda baya Ershidimi deb o'tib ketdi. Hozirgi dünyanınki gün tertibide şu Omikron geldi. Çünkü Omikron 2021 yılı 11. ayının 26. günü 24. günü Cenab Afrika'da tunca yo'qlanuvchilarni e'lon qilgandan keyin 26. günü Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından bu türün ismini Omikron deb berdi. Qisqa vaqt ichida dunyoninki hamma tarafiga tarqaldi. Ve bu tür şu başka türler qarag'an chog'da yuqumlish sur'atining intayin tiz bo'lishi barliq davlatlarga tashvishga soldi. Bu Omikronni tushuntirishdan burun qisqacha bir narsani eslatib o'tishga to'g'ri keldi. Hozircha ba'zan qarindoshlarning orasida shu virusning ismi to'g'risida qayg'urib qolish taxicha bor ekan. Endi hozir Xitoy virusi deymiz, undan keyin koronavirus deymiz, COVID-19 deymiz. Bunun hemmisi ameliyat şu bir xil virusni ko'z tutadi. Bunun da qanmayli. Şu resmi ismi Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bergan ismi COVID-19. Bundan burun Wuhan virusu deb atalgan. Tunji qitim şu Wuhan'dan chiqqanlik uchun. Undan keyingi bir qism siyosatchilar yoki bir qism mushtaqatchilar buni Xitoy virusi deb atadi. Keyincha bu devletler yoki milletlerin ismini atsak olmaydı ekan deb Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bu kesilning resmi ismini COVID-19 deb berdi. Şunlaşqan bunun da isim jihatdan qaymoq qolmayli, hammasi o'xshashlar shu bir xil virusni ko'z tutadi. Endi miyadagi Omikron mu shu baya biz deb o'tib ketgan har xil ismlar atilib kelgan shu virusniki yoki COVID-19niki bir xil turi. Endi bu hozir 114 tününgi istatsiyaga qarasam 114 davlatda bayqilibdi qisqa vaqt ichida. Ya'ni bir yarim oyning ichida. Hozirgi umum ahvoli haqiqatan qo'rqinch, chunki yuqumlish sur'ati intayin tuz bo'lganlik sababidan hamma davlatlar qaraydigan bo'lib qolsak, shu o'xshash oy ichidagi, masalan, o'tgan oyga kunlik yuqumlanuvchilarning sonini ko'z tutib, bugungi yuqumlish soni qaraydigan bo'lsakmi, intayin cho'ng farqi var. Mesela Türkiye'de o'xshash oydagi, o'xshash kundagi yuqumlish soni qaraydigan bo'lsakmi, 4 darajdan ortiq. Demak, bu Omikronninki o'sha yuqumlishninki qanchalik tez ekanligini ko'rib olib bo'ldi. Unda bo'lsa, bu virusning yuqish shakli koronavirusga o'xshashroq bo'lamdi yoki undan boshqacha tezroq yuqamdi, yuqish shakli qandayroq bo'ldi? Anmayada bir tushuntirildi şu bu virus yani koronavirus hamda bu
virusniki anısı desek mi buldu yoki yiltizi. Yiltizi o'xshash faqat shaklini o'zgartirib Nusxası o'zgartirgan. har xil ismi bilan atalib kelyotidi. Shunlashqa mayli bu omikron bo'lsin yoki boshqa turlari bo'lsin, hammasiniki yuqumlanishi o'xshash. O'xshash. Shu burun bu necha programmada deb o'tib ketdik. Yuqumlanish shaklida yoki yuqumlanish usullari qanday bir o'zgarish yo'q. Faqat bir hareket turning o'zgarishi bor. Yani bu turniki başka türler qaragan chaqda yuqumli surti o'xshashmi yoki tizimi yoki astimi degan savolga javob berishdan burun hozirgacha qaysi xil turlari bor, eng keng tarqalgan turlar qaysi, buni qisqacha deb o'tish to'g'ri keldi. Tunjulab bu alfa turi chiqqan, bu Angliyada chiqqan, dastlab vaqtida Angliya turi deb atalgan. Onun ikinci bayağı dep ötep ketgendek, bu devletin yoki millatning ismini atsak yaxshi bo'lmaykan deb, shunga shu harf bilan atashni to'g'ri kelib, bunga alfa deb ismini bergan. Keyingi vaqtlarda shu Janubiy Afrika tekrar chiqdi. Buni Janubiy Afrika turimi deb ataldi. Yana o'xshash usul bilan bunga beta deb ism berdi. Keyingi vaqtda endi Braziliyada chiqdi. Buni bir mezgil Braziliya turi deb ataldi. Buningdan keyinchi gamma deb ism berdi. Ahırda Hindistan çıkan delta vardı. Yani Hindistan türüm dep ataldı bir vaqtgacha, keyinchi buningim delta deb berdi. Şu bugungi kun qadar hamda eng keng tarqalgan turlarning birisi o'sha alfa, beta, gamma va delta edi. Delta hammalar bilamiz eng xatarlikniki birisi, dunyoni qo'rqitgan turlarning birisi. Chunki bu yuqumlangandan keyin yuqumlanuvchilarga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatgan bir turdi. Bunun ikilem hazır şu bir yıldaki yeni çıkan birisi hazır kısmı şu omikron bu. Omikron o'xshash şekilde şu yani Janubiy Afrikadan çıktı. Yani omikron'daki başkalarga qaragan chaqdagi şu yuqumli surti intayin tez. Hatta bazen makalelerde yoki xabarlarda delta qaragan chaqda 70 hassa tez deydi o yuqumli surtini. Fakat bu omikron'daki başka yoki delta, alfa, beta, gamma selishtirgan vaqtimizda yuqumlanish surti intayin tez ama kasallikning ig'ir yelinlik darsi qaragan chaqda delta qaragan chaqda unchalik ig'ir bo'lmaydi deydi. Belki ba'zilar intayin oddiy zuqomdaklar zuqom bo'lib saqlab ketishi mumkin. Doktorxon yetqanlarniki nisbati delta qaragan chaqda xillam tuvan. Endi bu buniki bir yaxshi tarafi. Yomon tarafi intayin tez suratda yuqumlanishi, endi yaxshi tarafi ig'ir darajada kişilerge ta'sir ko'rsatmasligi. Endi ba'zan mutaxassislar deyishcha balki shu Xitoy virusiniki yoki COVID-19niki tugab qolishniki bir tur bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu tez suratda tarqalsa, lekin jiddiy kasalliklar paydo ta'sir ko'rsatmaydi insonlarga. Balki normal inflyuenzaga o'xshash asta-asta shu kollektiv shaklda immun sistemi shakllanib, bu kasallikqa qarshi turish shakllanishi mumkin deb qaraganlarmi bor. Lekin buni keyingi vaqtlarda amaliy statistika asosan bir narsaga bo'ldi. Hozirgi hammasi taxmin, chunki bu yangi chiqqan bir tur. Endi yuqumlanishi boshqalarga qaragan chaqda 70 yas degan gap intayin tez. Endi buni 70 yas bo'lishini shu boshqa davlatlarniki statistika qaragan chaqda bu taxmin qilindi. Hatto ba'zan davlatlarda kunlik yuqumlanish soni hozir 1 million chiqqan davlatlar bor. Masalan, Turkiyaniki ham shunday. Yuqumlanishi burungi aylik qaragan chaqda hatto 4-5 yassa oshqildi. Endi mushni qo'limizda statistika asoslangan chaqda shu omikronniki yuqumlanish surti intayin tez. Lekin endi hozirgi shu yuqumlayotgan insonlarning ichida yuzda qanchasi omikron, yuzda qanchasi gamma, yuzda qanchasi delta, bunga nurg'un davlatlar aniq statistik bermaydi. Chunki buni berish uchun testni yaxshiroq qilish kerak, ya bo'lmasa maxsus tajribaxonalarni elib berish kerak. Kasallarning yuqumlanish soni jiq bo'lishi sababidan nurg'un davlatlar buniki turini ayirmaylar, faqat pozitiv va negativ deb natija chiqaryapti. Bu Xitoy virusiniki turini qaysi ekanligini bilish uchun ayrim yoki maxsus tajribaxonalarda elib berish to'g'ri kelganligi uchun vaqt masalasi bor bu yerda. Bunu ko'rsatib nurg'un davlatlar hozir buni ishkirlab tashkillayman, faqat shu Xitoy virusiniki pozitiv, negativ deb chiqaryapti. Lekin ba'zan davlatlar, masalan Turkiyada deylar, Turkiyada yangi yilga kirgan yaqin shu virus nimasi
yuqorilab mangdi. Lekin yuqorilab mangan bilan oldingi yilga o'xshash korona Xitoy virusi yangi chiqqan vaqt o'xshash har haftaning oxiri taqash yana ishlarni qilmadi. Lekin ba'zan davlatlarda balkim siz degandek shuni ayirgan bo'lishi mumkin yoki ayirmagan bo'lishi mumkin. Lekin mask taqashni zo'rlik nimani qayta akilib cheklimini yoki ko'chaga chiqamasa cheklimini qayta akilibdi. Ammo Turkiyada unda bir vaziyat bo'lmadi va Amerikada ham shu masalan. Amerikada millioni chiqdi deb anladik, lekin Xitoy virusi yangi chiqqan o'xshash unda bir jiddiychilik yoki virusga kunab ketdik degan bir xiyol bormi uni o'qmadim. Lekin u vaqtdagidek unda bir cheklimdan o'tir ekanmda. Sizcha nimishqa bunday ispes yuz berdi bu davlat orasida? Nadi bir yaxshi savol. Bu kasal yangi chiqqan vaqtida meni bilamiz, vaqtida endi turi yo'q. Faqat shu Xitoy yoki Wuhan virusi bilan bilingan. O vaqtga mesela 100-200 kasal chiqqan chog'da nurg'un davlatlar chegirma taqab, maktablarni taqab tamamen faoliyatga tushgan. Lekin kasallikka ko'payish bilan qarshi davlatlar buni qisqa vaqtda kontrol qilolmagan ekan. Lekin davlat bir xil shaklda davom qilish kerak, hayot bir xil shaklda davom qilish kerak. Hamma narsa bu xil kontrol ostida bo'lmaydiganligini his qildi. Chunki buning eng önemli masaladan birisi shu iqtisodiy masala bor. Nurg'un davlatlar shu Xitoy virusi chiqqandan keyin iqtisodiy jihatdan intayin ig'ir vayronchilik uchirdi. Ishlab chiqarish olsun, import eksport masalalarida olsun. Ondan keyin o'qitish sistemi, shu ma'rif sistemi o'zi ig'ir ta'sir ko'rsatgan bölümlerinin birisi. Ondan keyin albatta eng cho'ng yük o'sha sayyor sistemaga tushdi. Buning hammasini nazarda tutib turib, çok bunday pek ciddi kontrol qilsak bo'lmaydi ekan. Chunki bu omikron chiqqandan keyin bayasiyandek nurg'un davlatlar asosan yana tadbir bek chiqmadi. Albatta ba'zan davlatlar ahvol qarab turib chegirma taqib etgan davlatlar ham bor. Ondan keyin bekor qilgan siyosatni qaytadan eslikal degan davlatlar ham bor. Lekin umumiy jihatda elib aytganda burunga o'xshash intayin ciddi qattiq siyasetlerini elib bormadi. Onun eng muhim sebeplerden birisi shu iqtisodiy sebep. Onun için omikron bayağı men deb o'tib ketdim. Siz yuqumdi, lekin bu omikronning shu ko'payishi asosan shu eg'iz bo'shliqdan burun bo'shliqida ko'paydi ekan. Bu sababdan yuqumlish sur'ati intayin tez. Lekin shu o'pkaga yoki boshqa ichki a'zolarga öteş sani yoki miqdori yuqori bo'lganlik sababidan jiddiy kasalliklarga kasal paydo bo'lmaydi. Shunlashqa shu to'plum shaklida bu kasallikka qarshi shu immun sistem shakllansin degan qarash bor. Hem evvel qaraygan bo'lsak, amaliyotda Turkiyada şu an bu kunlik vaka hozir 70-80 ming atrofida tuning bugun qaraydigan bo'lsak, bugungi kech chiqadi. Buningki asosiy sababi shu. Amaliyot buningni ko'p bo'lishi mumkin. Nurg'un odamlar hozir shu omikron bilan yuqumlanganga qaraydigan bo'lsak, doktorxona yetmaydi. Zukam o'xshash yoki ig'ir zukam o'xshashlar bo'lib saqib ketib qolganlar ko'p. Demak, buningki darisi biroz yengillashib boshladi. Mushuni ko'z tutib, nurg'un davlatlar menimcha qattiq tadbir olmayotdi. Agar mushkil shaklda mengib qolsa, menimcha olmaslik mumkin. Chunki bayanan deb o'tib ketdim, ijtimoiy hayot olsun, iqtisodiy olsun, undagi siyosiy hayot, undan boshqa mush bo'lib eng muhimi shu ma'rif ciddi ta'sir ko'rsatganlik sababidan buning asosida ba'zan tadbirlarniki muvofiq bir shaklda elib berib, iqtisoddan faoliyat olmasligi, ma'rifniki faoliyatga chiqib qo'ymasligi uchun burunqidek qattiq tadbir olmasligi mumkin. Rahmat, Alloh razı olsun. Unda olsa masalan o'zimizda qanday bir alomatlarni ko'rgan vaqtimizda bu omikron nusxasida yo'qolibdiman deb bilib doktorxonaga berib tekshirsak bo'ldi masalan. Qanday tekshirtib o'zimizni bo'lgan bo'lmaganligini bilsek bo'ldi. Buningki alomatlari shu boshqa turlarga o'xshash asosan o'xshab qoldi, lekin bekrak o'tirib chiqqan alomatniki birisi shu yutilish, undan keyin holsiz his qilish, undan keyin burun eqish, andan shu geli og'rish, bosh og'rish. Shu 4-5 xil alomat bekrak umumlashgan alomatlari, lekin ben buni qarablar men mikron bo'ptiman deb kesib aytib bo'lmaydi. Yoki delta bo'ptiman deb kesib aytib bo'lmaydi. Buningki birdan-bir bilish usuli shu test qilish, undan keyin tajribandagi chiqqan natijaga asosan mikronmi yoki deltami deb berish. Tabiiyki bu yerda eng muhim bo'lgan narsa shu yuqumlandimi, yo'qlandimi, pozitivmi, negativmi uni bilish. Lekin shu omikronning o'ziga xos
alametleri bulmaydı. Alametler asasen mesela ortak. Fakat alayda oturup çıkan alaylık şu alametleri bayamen de bekleyen 5 yıllık alametleri bekleyerek gevdilik batıldı. Bu omikron nüsxasından saqlanish uchun masalan hozir Xitoy virusidan saqlanish uchun har xil vaksinalar chiqib ketdi hamma davlatniki. U davlatdan moddalat o'tish uchun hozir shu narsani vaksina urg'izmasi o'tkazilmaydi. Shu omikron nüsxasining ayrim bir vaksinasi chiqdimi yoki shu burun tatib ishlatilayotgan Xitoy vaksinalarini qilsak bizga yetamdi? Bu hazır en kısık noktan birisi şu vaksin doğrusu. Çünkü bu yeni çıkan, saat 11. yeni ahır çıktı. Yani 13 güne desek mi hazır bir yarım ay, ancak 11 yarım ay oldu. Bunda olan iki nelik, bununki hazır mevcut olan vaksin muşnunga tesir göstermemde bunun kolumuzda resmi ispatlanan ilmi bir tedqiqat neticesi yok. Fakat mütehassisler özününki göz karşını yaki yuqumluş ahvali qarab turib taxmin qilyapti. Nurg'ullarning deyishicha, mavjud bo'lgan vaksina, hozir mavjud nurg'ulg'an vaksina bor. Xitoy virusiga qarshi. Bularning ichida eng ta'sir ko'rsatganligini yana shu BioNTech deb qaraldi. Lekin 2 doz yetmaydi. 3-chi dozni olganlarniki bu xil virusning yuqumlanish ehtimolini tuvan ekanligini ve yuqumlangan holatdimi intayin oddiy bir şekilde o'tkazganligini ifade qilyapti. Ama bayan men deb o'tgandek buni qanchalik to'g'ri yoki xatoligini biz hech kim hozir kesib aytolmaydi. Chunki qo'limizda resmiy isbotlangan tadqiqot natijasi yo'q. Ammo 3 kun burun shu xatolashmasam seshanba kuni Dunyo sog'liqni tashkilotining bir bayonoti bor. Omikron qarşıya mevcut olan vaksinalarni yenilash kerak deb bir narsani e'lon qildi. Endi buningdan nima tushunish bo'ldi degan chog'da mevcut olan vaksinaga omikron qarshi jiddiy bir ta'siri bo'lmayotganligini bilib oldi. Bo'lmasa buni Dunyo sog'liqni tashkiloti maxsus qilganmaydi. Shunlar hozir shu Xitoy virusiga qarshi yasab chiqilgan vaksinaniki egillari ciddi bir şekilde omikron karşı biraz tüzüş elip veriş gerekiyor. Ya ki bu mevcut vaksini sel terakki kıldırışken diyen uyuk gelip ciddi bir şekilde bunu tədqiqatçıların biriye gelip bunu özgərtişki türüşüvatıdı. Bununki menetisi kısa vaxtda çıkışı mümkün. Mesela BioNTech'ninki 3 ay içinde biz bunu terakki kıldırıp bulalayımız dedi. Başka vaksin şirketlerine okşaşılan bu doğrusu tədqiqat elip verivatqanlığını omikron karşı belki mevcut olan vaksin biraz terakki kıldırışı mümkünlüğini ifade kılıvardı. Şunlar hazır mevcut olan vaksini bulapmıyor. 3. doz uğurlarınki belki faydası bulğanlığı yuqumlangan holatimi intayin oddiy bir şekilde o'tkaziladiganligini ifade qilardi. Ammo buningki qanchalik to'g'ri, qanchalik xatoligini vaqt o'tgandan keyin amaliy bir tadqiqot natijasi e'lon qilingandan keyin kesib aytqilib bo'lmasa hozirgi ahvolasida bir narsa bektas. Rahmat. Shu amal va shu vaksinni hammizniki urg'iz uchun umid qilmayman deb biz urg'izdik. Ammo omikron yangi nusxasi chiqqandan keyin hamda buningga uchinchisining koni urg'izganning uchinchisi urg'izsak bo'ladimi yoki yaqinda yana yangisi chiqib qoladimi vaksinaning deb odam kallasiga har xil savollar paydo bo'ldi ekan. İnşallah. Şundan da kısa vakit içinde çıkamdı pek tez. Çünkü onda bir ay 2 ay içinde çıkıp olamaydı. Şunlar tedbir maksatla 3. dozda çünkü bu doğrusu dilgeler pek köp. 3. dozunu uğurlarını ki şu omikron bilen yuqumlanish nisbini en tön ekanligini. Hozir men unutib qoldim, bayağı ko'rgandim. Qaysi bir davlatniki chiqargan bir statistika bor qisqa vaqt ichida. 2.800.000 vaksin uğademden içinde bir kıskalam stasyayla belirtken 2.800.000 vaksin uğalarının içinde şu omikron bilen kaytadan yuqum qalınınki sani 38 madeydi. Demek bu şu 3. dozun uğalarınınki içten bu keselliklerle yuqumlaşıp nispeti intayin tüven bu stasyaya qargan çağda. Hem tabii ki bunu keng ko'lamlik elip beriş gerek. Başka devletlerden elip beriş gerek. Muşun asasen bazen tahminini qiyil buldu. Hem de muş hakikaten rast olsa hem de 3. dozdaki şu omikronun karşı biraz tesiri var dep ilişki buldu.
Rahmet. Bunda olsa ben abayım da büttüm mesela bazen devletlerde bu virüse karşı her xil tedbirlerini kıldı. Unda olsa şu deymiz başka devletler mesela bu virüsün cık kirgen devletler var, az yuqqan az kirgen devletler var. Bular asasiyaten qanday tedbirlerden evatıda. Şunu azırak tushuncha bergan bo'lsangiz. Yani bununda her qaysi devletler özününki əmməli avvalaqara tədbirlərini elib atıdı. Mesela Yaponiya şu omikron çıqqandan keyin uzun ötməylə Tokyo'daki aeroportundaki kiriş çıkışını ma'lumotlar taqidi. Onundaki bir kısım devletler mesela hazır şu ömür acı başlandı. Ömür acı berip kelgəndən keyin Saudiya Arabistan'a kelgəndən keyin vaksin uğan haletdi mi? Çoxum yani bu karantin turuş gerek dep yanadan siyaset çıkarganlar var. Mesela Malaysiya bu devletlerinin ikisi birisi. Mesela şu BioNTech'nin 2 ya da 3 doz uğrasan boz mu? Saudiya Arabistan berip qaytib kelgenden keyin çoxum 7 gün karantinde turuş gerek dep. Boşuna oxşaş her xil devletler özünün ahvalı qarta yeni siyasetini çıkarıldı. Bazıları tamamen sırttan kiriş çıkışını yasaklayan devletler var. Seyahat to'xtatgan devletler var. Bir kısım devletler bunu to'xtatmadı fakat yana devlet kirishdan burun test yapıp eğer negatif olsa kirsi buldu, seyahat qilisi buldu degan devletler var. Lekin bu onu texmi çıngıttı. Yani bir kısım devletler Malaysiya'ya o'xshash başka devletler berip kelgandan keyin hatta şu neticesinin kim oku negatif bo'lgan ahvol ostidami, yani koronavirus degan devletler mi var. Şunlaşqaylıqqa burun qargan chaqda tedbirler biraz qattiq elib berilyotidi. Ama yanılan nurgun devletlerde bu doğrusu texice yan siyaset ilan qilgan yoki bu doğrusu biz mandaq qilamiz degan devletlarning soni unchalik ko'p emas. Ama en xatarligi şu an Avrupa'da bir xabarda aytgan o'qidim. Hatta Avrupa'niki 20ning ko'pragi omikron bilan yuqumlangan bo'lishi mumkin hozir deydi. Chunki test qilmaganlik uchun onunla yuqumlanmadimi onu hiç kim bilemeydi. Ko'pincha adam yuqumlangan bo'lishi mumkin, faqat test qilmaganlik uchun bilmaydi. Taxminda shunday. Yevropaniki 20, nüfusunun 20 omikron bilan allabirga yuqumlangan bo'lishi mumkin deydi. Nima uchun bu nalaqi bunda ig'ir taxmin qildi degan vaqtimizda omikronniki chiqqan vaqti tarixini qaragan bo'lsak, shu 11-yilning oxirida chiqdi. Uningki boshqa davlatlarga yeyilish boshladi. Bu naq shu Rojdestvo bayramiga, uningki yangi yilga to'g'ri kelib qoldi. Hamda shu omikronning dastlabki taqilgan vaqtga qaragan bo'lsak, shu Yevropa asosli, undan keyin Amerika shu Rojdestvo bayrami bilan tabriklaydigan xristian nüfus ko'p bo'lgan davlatlarda, undan keyin shu yangi yilni tabriklaydigan davlatlarda intan ko'p bo'ldi. Mesela Avrupa'da Rojdestvo bilan yangi yil keyin kelganlik uchun ta'tilmi chiqaroq. Bunday vaqtda ko'pincha odamlar sayohat qiladigan, ondan keyin urug' tuqqanlar bir yerga keladigan, do'stya birodarlar tabriklaydigan, partiya elib boradigan odam ko'p yerga chiqildi ahvollar bo'lganligi uchun bu kasallikniki tiz yuqishi, bu xarakteri odamlarniki shuna vaqtida bir yerga kelib qilish bilan kasalliklarniki yuqumli soni intayin tiz shaklda yuqorilab ketdi. Gerçi o vaqt en çok mühim bir xatarlik nokta bu oldu. Rojdestvo yangi yildan keyin undaki bu kasallik yuqumlangan odamlar soni ko'p bo'lganligi uchun bularni boshqalarga yuqtirib, bugungi kun kelgan chog'da mesela Amerikada kunlik yuqumli soni hozir 1 million atrofida. Buni ig'ir ahvollar yuz beryapti. Hozirgi siz degan o'rnak Xitoy virusi yangidan Wuhandan chiqqan vaqtida şu yerdeki ulamı yangi yıllık özünün çağını şu ötküzümüz dep şiddetle minip virüs aş şekilde tez Xitoy taqalgandek Avrupa'da mı şu özünün bayramını ötküzümüz dep şu ahvalga ketdi de. Aşına pek yaman vaqtiga uduq kelib qoldi. Unda bo'lganlik uchun bugungi mana yuqumli soniki eng ko'p bo'lishga muhim nuqta shu Rojdestvo bilan shu yangi yilniki birga kelib qolishi bo'ldi. Sizin abay deb ötüler Dünya Səhiyyə Təşkilatınınki azraq degan gepini nim to'g'riliq, vaksin to'g'riliq degan gepini nazarda deb ötüler. Onundan başqa bu omikron nusxasi to'g'riliq degan gap so'zlar bormi? Albatta Dünya Səhiyyə Təşkilatı her kungidek bütün davlatlarni, nüfusni, barliq xalqni to'xtamay bu jihatdan chaqiriq qildi. Bu
omikrondagi yuqumlanish sur'atining intayin tez bo'lishi intayin bir xatarlik ahvol. Shunlashqa tadbirni chingitishni mümkünse şu vaksin emleşninki nisbetini yukarı götürüş doğrusunda davet kılıvadıdı. Ama ameliyat avval qaraydigan bo'lsak, nurg'un davlatga eng muhim qiyinchiliklardan birisi şu vaksinni rad qilish nisbetinki yuqori bo'lishi. Ko'pincha davlatda hozirgacha şu Xitoy virusiga qarshi qanday virus vaksin bo'lishidan qat'iy nazar norozilik bag'atri g'ulg'ul qo'zg'adida yoki ko'p beryapti. Masalan, Yevropadan ko'ryapsiz xabarni, Amerikada şu, Avustraliyada şu vaksin qarshi. Endi bu şu virusning kontrol qilishda ta'sir etayotgan nuqtalarning birisi. Albatta xalqniki buni qabul qilmaslik sababini tushunishga bo'ldi. Chunki yangidan chiqqan bir vaksin. Buni ishonchlik darajasida gumon bor. Bu vaksin kelgusida qanday oqibatlarni keltirib chiqadi biz buni bilmaymiz. Shundan biz buni qabul qilmaymiz deganlar bor. Yana bir qism bu vaksin o'zgan bilan baribir yana mush kasalliklarning ko'payishi soniyan chiqib ketib bordi. Demak bu virusga qarshi tura olmaydi degan tushunchada bo'lganlarmi bor. Shunlashqa shu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın kimo deb kelayotgan narsaning birisi shu. Cho'qim xalqni qoyil qilish, to'g'ri belgilarni berish, amal va shu Xitoy virusiga qarshi yoki COVID-19 qarshi vaksinalarni qabul qilishga tirish kerak. Bundan boshqa shu eng muhim narsa oldin olish tadbirlarini qat'iy bo'shatirish bo'lmaydi deb buni har kungidek ta'kidlab kelyapti. Allah razı olsun. Hem devletlerde her xil insanlar buldu. Her devlette her xil insanlar var, bəziləri. Şu məxsus vaksinni qığızmasıq üçün məsələn internet torning gibi dağınıq kişiler var, məsələn TikTok bolsun ve Instagram bolsun. Bular vaksine qarşı her xil videolarını işlep taqatqan nərsəni kördük məsələn. Vaksin urğusan, anda olsa, manda olsa dedik. Yalğan gapni taqtıb aşına xalqni virus şu vaksin urğuzuş üçün rayını köngül yandırıdı da işler var. Bunda olsa şu Xitoy virusu mesela omikron nüsxası çıktı, delta çıktı mesela. Yani şunun o'xshash, yani şunun o'xshash yani başka bir şekillerin, başka bir nüsxaları çıkış ihtimallığı var mı yoki bunun onunda mı xatarlik şu şekilde mi mavi nüsxada mı xatarlik şekiller çıkış ihtimallığı var mı? Hozir chiqish ehtimoli va chiqmaslik ehtimoli bor. Buni hech kim hozir kesib aytolmaydi. Chunki qanday vaqtida nima bo'lib chiqdi uni hech kim uqmaydi. Masalan, boshqa turlar mana shundaqdi. Masalan, delta chiqqan chog'da hamma odam shunday qo'rqdi, xatarlik deb. Uning asosida tadbirlar olib berilib bo'lgandan keyin, endi o'ylamagan bir yildan keyin bu omikron chiqdi. Shunlashqa endi kelgusida yangidan bir tur chiqamdi, buning xatarlik bo'lamdi. Buning hozir kesib bir narsa hech kim deyolmaydi. Ama çıkış ihtimali var mı? İhtimali var. İnşallah yana kayıt çıkmaz Allah kalsa. İnşallah. Akılda ötmeyden yeri. Hoş. Köpeğin şu davatkanlımızın şu omikron belki şu virüsünki tügep kılış noktası bulup kılış mümkün deb tahmin kılanlar çok. Bu konuda davat kalacak. Nima uchun degan vaqtida bu kasallik albatta pek intayin tez taqildi, bu intayin xatarlik ahvol. Ammo yuqqandan keyin o'sha ig'irlik darajasi biroz yengil. Endi bu biroz ovoz ketib qoldi. İmmun sistemi shakllansa balkim normal vaksin zukamdek bo'lib qolishi mumkin. Demakchi shu bora-bora asta-astadan o'zining nusxasi chiqsimi, Xitoy virusi chiqqandek o'ldirish shaklida bo'lmay, asta-asta shaklda yo'qosh ehtimolligi bor demakchi-ku buni. Aynan taxmin qilyapti hozir. İnşallah asta-asta bu virusdan qutulamiz, bu nafas maskani kunda taqab sirtga chiqsam maska taqab oldin olamiz deb hakikaten mana necha yaqin hayotimiz yashab baxmagan kunlarni yashayapmiz. Nafas olishdan qiynalib mayli sık çıkış çeteler berishdan bo'lsin, vaksina urg'izish dendek har xil ishlarni buldikan aldı to'raydigan. İnşallah tez vaqtda tugab ketadi Alloh xolsa. İnşallah. Doğrusu bu yangi nusxaninki yoki Xitoy virusiniki oldin olishni bilamiz, maska taqaymiz, masalan, oldin olamiz. Bu omikron virus nusxasining shu Xitoy virusiga o'xshashmi oldin olish shakllari yoki boshqacha oldin olish usullari bormi?
Yo o'xshash. Chunki bayan menda bo'tib ekandek buni yildiz bir o'xshash virus, faqat turi o'xshamagan bilan. Buniki oldini olish yana o'xshashlan. E, Maska taqash, undan keyin shu orliq saqlashga diqqat qilish kerak. Undan keyin shu tozaliqqa alohida diqqat qilish kerak. Buningdimi hozirgi vaqtda shu orliq saqlash biroz tez. Maktablar ochildi, xizmat normal bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin ko'pincha odamlar shu odam ko'p payaga berishga to'g'ri keldi. Yoki bo'lmasa ommaviy qatnashishni ishlatish to'g'ri keldi. Bunda bo'lgandan keyin hamma bilamiz, shu ommaviy qatnashishni ishlatayotgan qarindoshimiz cho'qim bildi, avtobus bo'lsin, metro bo'lsin, intayin adam bekchiq. Buni saqlash mumkin emas. Masalan, ish yerda bo'lsin, maktabda bo'lsin, mana shunday. Endi bu mushunday ahvol ostida mumkin bo'lsa, albatta buni uzoq turganimiz yaxshi. Agar buni qilolmasak, eng muhim narsa nima degan vaqtimizda shu maskani yaxshi taqash, undan keyin shu tozalik alohida diqqat qilish kerak. Masalan, ommaviy vaqtda chiqqandan keyin darhol tushgandiga yanchiqimizni shu dezinfeksiya qilib ayirmasligimiz kerak. Qo'llarimizni darhol tozalab etishimiz kerak. Undan keyin eng yaqin bo'lgan yerlarga borib qolsa, masalan, qo'limizni so'pillab yuvib etishimiz kerak. Buni alohida diqqat qilmasak bo'lmaydi. Chunki bu mikroniki hozir tarqalishni bayağı tizdi. Onun ustiga hozir yuqumlanganlar soni intayin ko'p, hamma yerda bor. Bunday ahvollarda bu tadbirlarni bo'shatish qat'iy bo'lmaydi. Uningki uyniki xizmat o'rnimizdagi shu derizani ichib turib, ancha havoni almashtirishga alohida diqqat qilishimiz kerak. Undan boshqa tadbirlarni nurg'unlagan programmalarda deb o'tyapmiz. Eng muhim tadbirlardan birisi shu. Tozaliqqa diqqat qilish kerak, maskani taqash kerak. Undan keyin amal va mumkin bo'lsa, shu odam ko'p bayardan uzoq turish kerak. Allah razı olsun. Hakikaten muhim mezmunlar to'g'risida paranlaştık. Bu virüs yıldan yılga her xil o'zgarib, Allah'a şükür yıldan yılga o'zgarsima, bundaqılıqı Xitoy virüs yangi chiqqan o'xshash, unda xatarli shaklda o'zgarmadi. Bizning atrofimizda nurg'un qarindoshlarimiz shu Xitoy virusi bilan bo'lib, ba'zilar uyda karantinada turib chiqyapti, ba'zilari vaksina urg'izib bo'lganlar bo'ldi. Urg'izib bo'lib, mushuliqa vaksina bo'libmi, urg'izolmaslikdagi, haqiqiy millat urg'izolmaslikdagi birdan bir sabab shu vaksina urib bo'lgandan keyin yana virus bo'lganlarni ko'rganlar bo'lib qolsa, bu urg'izsaqmi bekor ekan, o'xshash bo'lar ekanmiz degan ko'z qarashlarda urg'izmayotgan nurg'un qarindoshlarni ko'rdim men. Lekin urg'izmay turib virus bo'lgan bilak urg'izib virus bo'lgandan keyin tez o'ngishilish yoki boshqa kasalliklarni o'tirib chiqishni uni o'ylamoqda. Shunda. Hozir eng cho'ng qiyinchilikniki birisi shu. Masalan, vaksina urgan bilanmi yana yuqumlan ekan deydigan. Ammo shuni ko'ryapmiz, vaksina urib yuqumlanganlarniki vaksina urmay yuqumlangan qaragan chog'da farqi bek cho'ng. Undan keyin shu vaksina urgandan keyin yuqumlash davomli elib ko'payib beryapti, ammo doktorxonada yetish yoki jiddiy yetayotganlarga nisbati xillam tushdi. Endi buniki farqiniki yoki foydasiniki nima ekanligini mush doktorxona yotganlarniki nisbatan qarab turib ko'rib olg'ili bo'ldi. Shunda hozirgi ahvol ostida bizniki boshqa amalimiz yo'q. Endi bu vaksina qanday vaksina ekanligini qo'limizda isbotlanganki yo andaq-mandaq deyolmaymiz. Ammo mavjud bo'lgan statistikaga qaragan chog'da faqat yuqumlanish balki oldini ola oladi, oldin olmagan ahvol ostida yuqumlangan taqdirdami azroq ig'ir o'tkazmay yengil o'tkazishga foydasi bo'ldi. Buni amalan statistikani ko'ra olamiz. Shunlashqa mumkin bo'lsa shu vaksinani o'g'izib o'zimizni mush kasaldan saqlanishda cho'qim sal qaramaslik kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Albatta har qanday odam o'ziniki vaksina o'g'izish yoki o'g'izmaslikni qaror qilish ham odamning o'ziniki haqqi yoki huquqi bor. Ammo bu kasallikki hozirgi ahvolga qarab haqiqatan qo'rqinchli bir ahvol yuz beryapti qaytadan. Shunlashqa sal qarashga bo'lmaydi. Yana bir narsa mush kasalliklarniki masalan o'lish nisbatimi yanlab bor. Har kun qaragan bo'lsak, Turkiyada hozir 150 atrofida kunlik mush kasalliklar o'layotgan soni ko'p bo'ldi. Masalan, bir kunda bir davlatdan 150-160 odamniki bir kasalliklarni o'lishmi odat kishi emas. Albatta biz har kun xabarda anglaverib, ko'raverib, normal ishdek aylanib qoldi.
normal ahvalda bo'lib qolsa, bir kasaldan bir davlatda 150-160 odamning o'lishi amaliyot intayin cho'ng, g'ul qo'zg'aydigan kishilarni qo'rqitadigan bir ahvol. Ya'ni biz xalq anglayverib buni kuni qog'ildi hozirgi ahvolda. Juda Bundan qattiq chiqib kerak qo'rqmaydigan holat kelib qoldi. Bu normal kasal yutulashdan kasallar bor. Bir narsa aytdim. Masalan burun masalan bir necha og'ir kasallar dunyo tarqalgan masalan vatanda qush zukumi da bir xil zukam kasalliklar bor. Chet elda nim kasalda hozir aqlimdan qochib ketdi. SARS masalan. O kasalliklar bilan bu kasalliklar orasida qanday farq bor masalan ular nimishqa tezlam tugitib keta oladi masalan ularning yo'q shakli o'xshamaydi. Ular qondan yo'qudi ekan masalan ammo mav nafasini yo'qudi ekan lekin nimishqa bundan tugmay to'xtamay yildan yilga bu aziyishdi yo'q jiqib mangdim shuningga bir tushuncha bergan bo'lsa. Masalan boshqa nurg'ulg'a virus bormi shu? Masalan influenza deymiz, bu doim taqlayotgan zaten tugmayotgan virus. Har yili bularni qishda ko'payib boradi. Ko'pincha odam biz zukam bo'ldik deymiz. Shu zukam odatda shu ko'pincha sabab shu influenzaga kelib chiqadi. Unga boshqa viruslarniki bu, ya'ni bularni shu SARS chiqqan vaqtida nihoyat patparaqchilik bo'lib ketgan, g'ulg'ulg'an, hamma indisag'an biz o vaqtda olim mektep o'qiyotgan vaqtlarimizda. Yani bunun kontrol, yani ilişki sebepli ama hazırki nimde kontrol alınmaydigan chaqda o vaqtda mesela SARS'niki bunda türü to'xtamay o'zgarib bormagan. Onun için onu yani tez suratda kontrol qilish sababmi davlatlar darhol e'lon qilgan. Mesela bunda virus chiqdi deb. Xitoy virusiniki mana bekki keng tarqalib ketishi, hozirgi kontrol olmas sababniki birisi yana manbasi Xitoy taqildi. Xitoy bu virus chiqqandan keyin dal vaqtida e'lon qilmadi. Xeyli vaqt saqladı. Bu to'g'risida nurg'ulg'an xabarlar bor. Shu Wuhandagi doktorxona ishlayotgan doktorlar degan vaqtda buni bostirib qo'yishi, hatto ba'zan materiallarga asoslangan chog'da, xabarlarga asoslangan chog'da hatto 2-3 oy kechikib xabar qilgan. Demak, 2-3 oy vaqtida Wuhandan boshqa davlatlarga kirib chiqayotgan xalqaro aeroplanlar bor. Demak, bu alla bir boshqa davlatlarga taqib bo'lgan. Bu en mühim sebepten birisi şu, beşe qarayğanımız. İkinci sebep, virus to'xtamay türünü o'zgartirib turyapti. Mesela dastlab dedik ki, mesela gamma chiqdi deylik. Gamma chiqqandan keyin onun qatta bir vaksinni tayyorlasa, uning shaklini o'zgartirib delta chiqdi. Uni deltaga bu mavjud vaksinlar yetarli bo'lmaydi ekan, buni taraqqiy qildirishgan deb uningga markazlashdi. Undan keyin şimdi omikron chiqdi. Shuningdek, virusniki eng cho'ng qiyinchiligi insanlar keltirgan bu şeklinki to'xtamay o'zgarib kelishi. Shuningdek bu kasal boshqa viruslarga qaraganda kontrol yoki oldin alik kontrol qilish vaqtidagi uzrab ketish sabablarining birisi shu. Eng muhim sababning birisi besha qaytib kelgan bo'lsak, shu Xitoyniki vaqtida uxtamay kechikib uxtirishi, ikkinchisi undaki shu virusning o'ziniki shaklini to'xtamay o'zgarib berishi. İnsanlar bunga bulanmamış shu bilim insonlar buni yetish bulanmadi. Rahmet Allah razı olsun ustaz. Hakikaten mühim. Rahmet sizlarga. Hozirgi dunyoda to'xtamay so'zlashayotgan, dunyoda ko'ntat kelayotgan bir mazmun to'g'risida nihoyat tafsili güzel so'zlar. Bugungi programmamizning savollarim tugdi. Bugungi programmamizni mishat oyoqlashini inshaalloh. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat, qimmatli vaqtlarni chiqarib qatnashib berdilar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Barliq qarindoshlarimizga salomat bo'lishini Allah'tan tilayman. Hammamiz aman bo'lamiz inshaalloh. İnşallah. Allah razı olsun. Ekran oldidagi qarindoshlarimizning bo'lib virus kelganda qat'iy chaqchaq qilmay oldin ilishni, ya'ni o'zimizda ustoz degandek masalan yutlash, burun iqish, bosh og'rish, ya'ni undan boshqa yana bir necha shu koronavirusda ko'rilgan alomatlar ko'rilgan vaqtida qat'iy o'zini masalan men o'ngishib kutmanga uy davolansam bulduğu uyda meni 15 kun davolaydi ekan, men xizmat chiqamaydi ekan, men o'pi degan bilik atrofimizdagi qarindoshlarimizni xatarga itib qo'yish ehtimolligimiz yo'qra. Shunga beriblam test qilib bo'lgan bo'lsak, uning amalini ilib, agarda virus bo'lgan bo'lsa, berib vaksin urg'izib, 3-chi to'zg'icha urg'izib bo'lsa oldin ilishimiz. Yani ustoz yana deb o'tgandek maska taqash, og'riq saqlash, tozaliqqa diqqat qilish degan ishlarga qarindoshlarimizniki ko'p diqqat qilishini
ümit qilamiz. Ham o'zimiz qancha diqqat qilsak ham masalan atrofimizdagi ba'zan qarindoshlarimiz diqqat qilmasa mumkin. Bo'lib biz ko'pinchamiz chet elda, hammamiz chet elda bo'lgan ekan. Boshqa millatniki nimalar ko'chalarda har xil yetib qolganlar va masalan ular virus bo'lishi mumkin yoki tarqalayotgan boshqa bir viruslar bo'lishi mumkin. Shuningdek, maska taqash diqqat qilish ishlarda alohida diqqat qilishini umid qilaman. Ba'zan qarindoshlarimizniki sirtda yana ba'zan do'konlarda, ba'zan talabozlar kirgan vaqtida chekilgan deyillik uchun taqab sirtga chiqqan vaqtida atrofdagi eg'izlar bilan do'stlar bilan ko'rishgan vaqtida yoki doktorxona falan borgan vaqtida diqqat qilmagan holatni ko'rdim. Uning diqqat qilishini umid qilaman inshaalloh. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mishada oyoqlashadi. Ko'rib berganingiz uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. İnşallah kelar qitimliq program ko'rishgacha